Hurmatli kuzatuvchilar, hozir bir minut. Operator, shunga bir solib qo'yadigan kistachalik biror narsalar iloji yo'qmi? Belingizda turibdi yechim. Chappaga o'tib qolibdi bu. Bu nima shunaqa sogichmi bu? Qaydan paydo bo'lib ko'rmabmiz gap yo'q. Bunday solib qo'ysa ham bo'lar ekan. Qo'l qoplarni ham solib qo'ysa bo'lar ekan. Mana. Mana zo'r. Bunisi ham bor ekan. Buni ham telefon bir narsalar, ha? Assalomu alaykum qadrdonlar, bizni kuzatuvchilar, podpischiklar. Hamma sog' salomatmi? 2026-yil bilan hammani tabriklayman. Hamma sog' salomat yurgan bo'lsa bo'ldi. Yanvar oyida, qishni chillasiga bo'lishiga qaramasdan biza mana bog'da ishlar ketyapti. Uzum qirqishlar jarayonlari ketyapti. Sharoitga qarab ishlayveramiz. O'tirsak o'tiraveramiz, dangasa bu qimirlagan qiroshar. Mana xudo xolasa har xil udovstolar kelyapti ekan mana. Bizga ham hozir mana Sherzod ukamiz olib kelib berdi. Gap yo'q. Juda qiynalardim mana shu narsalarga. Hozir arralarimiz ham bor, arralanadigan shoxlarni buni arra sog'ich ekan bu. Bunga mayda chuydalar solinadi, payvand qaychilar solsa bo'ladi. Mana buni ham solib qo'ysa bo'ladi. Любой vaqti tirs solib qo'yiladi ana. Bo'lmasa kistaga solamiz. Kistani yirtib chiqib ketadi. Ko'p muammolar bo'ladi. Juda zo'r ekan. Narxi ham juda hamyonbop ekanda. Unaqa katta pul emas. Lekin yillar davomida qarang, bu mahkamligiga qarang. Brezent deyardik, brezentdan ham mahkam bu. Juda yoqimli narsa ekan. Arra solib qo'yishimiz mumkin. Mayda chuyda mana toqqaychini yoqa bu yoqqa tiqqan vaqti qiynaladi-da odam. Mana shunaqa ishda aralashib yurganlar biladi uni. O'shaning uchun qulaylikda. Mana shu tursa ham bo'ladi, orqaga qilib qo'ysa ham bo'ladi. Payvandchilar misol uchun payvandning klyonkalari og'ir bo'ladi-da, yerga qo'yib qashqaqa o'shanaqa narsalar muammolar bo'lmaydi. O'shaning uchun tavsiya qilaman hammaga. Bilasizlar, yomon narsa tavsiya qilmayman. Mana bu qaychini maqtaganman, o'zim mana shundan ishlatyapman. Ishchilarimga olib berganman. Narxi qiziqda hammaga. Narxi ham unaqa qimmat emas. Atiga 60 ming so'm. Yillar mobaynida xizmat qiladi. O'sha yillar mobaynida 5-10 yillab ham xizmat qilishi mumkin avaylab ishlatilsa. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Shaxsan menga yoqdi. Men hozir ishchilarimga ham bir 10 ta olib beraman, xudo xolasa. Zo'r bo'ladi. Endi xudo xolasa uzumni kesishga ozroqgina maslahat beraman. Foydali maslahatlarni olsangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Uzum parvarishida avvalambor birinchi o'rinda kesishga urg'u berish kerak. Birinchi navbatda kesishga. Agar kesishda noto'g'ri kesib qo'yilsa, birinchidan hosildorlik kamayadi, ikkinchidan ko'p kesib tashlasangiz g'ovlab ketadi. Ming tagiga o'g'it berasizmi, boshqa berasizmi, dori sepasizmi, hosilingiz yaxshi bo'lmaydi. Novdaga qarab saralab kesishni o'rganish kerak. Hammamizning hovlimizda uzumlar bor, lekin hosil bermaydi, yo kasallanib qoladi, yo bir ko'ngil to'ldirmaydi-da. Ayrimlar kelib podpischiklar ko'plaringiz kelib ko'rgansizlar, havas qilgansizlar. Xudoga ming qatla shukr. O'shani ozgina tushuncha berib o'tay, aniqroq qilib. Holatga qarab, pastdan kelamiz. Bu turib turadi. Yuqoriga chiqamizda mana bu qo'ltiq shoxlar olinadi. Juda ham qo'ltiqdan chiqqan shox olinadi. Uzr, mana 1 minut. Qo'lqopimni kiyib olay. Bunday havolarda ishlamasa endi uvol bo'ladi-da. Mazza qilib ishlash kerak-da. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Qo'ltiq shox olinadi. Bu yerdan bitta shox qoldiramiz. Yana ham uzumning naviga qarab kesiladi, nav. Agar savollar tug'ilsa, murojaat qilsangiz javob beraman, bemalol. Bu shox qolgandan keyin buni yonidan chiqqan bitta shox. Buni bitta kalta qilib kesib qo'yamiz. Bu kelasi yilga novda berish uchun. Sovurgan novdalar olib tashlaymiz, keragi yo'q. Yana dars ketadi. Mana buni zang deyiladi bu narsa. Zangni kesmaslik kerak. Iloji boricha zangni kesmaslik kerak. Mana buni kesishimiz mumkin. Buni qoldiramiz mana. Mana bunaqa kichkinacha amal olmay qolgan zang bo'lsa olib tashlash kerak. Uchidagi agar uzun bo'lib ketyapti-ku deyiladigan bo'lsa, uchidagini ham kalta qilib kesib qo'ysak hech ham zarar qilmaydi. Bu zangni quratmaydi, o'zi mana shu yerda to'xtaydi. Buni keraklicha olib qo'yamiz mana. Har bitta novda bilan ikkinchi novdaning oralig'ida 1 metrcha joy qolishi kerak. O'shanda normalni bo'ladi.
Hozir ko'z bilan qaraganda siyrak ko'rinishi mumkin. Keyin qalin bo'lib ketadi. Mana bu pastdan yaxshi novdalar chiqqan mana. Lekin tepada ham novdalarimiz bor. Bu vaqtda nima qilishimiz kerak? Mana bu agar novdani qoldiradigan bo'lsak, bu yerda zangimiz ko'payib ketadi, qalinlashib ketadi. O'shaning uchun bu tanadan chiqqanlarni olib tashlaymiz. Chunki juda kuchli o'sib ketgan. Buni shashtini qaytarib qo'ymasak, ertaga erkak novda bo'lib ketadi. Tepadan zangni uzaytirishimiz uchun bitta yaxshi chiroyli novdani tanlab qoldiramiz. Mana shu novdani qoldirsa, yo mana bu novdani qoldiramiz. Buni yonidagini kesamiz. Bitta ko'z qoldirib kessak, kelasi yilga yaxshi hosil novda berishi mumkin. Bu yilgi kesish uchun yanagi yilda hosilni ko'zlab kesilishi kerak. O'shanda adashilmaydi. Yanagi yilni mo'ljallab mana shu yerdan nish qoldiramiz. Bitta novda bersa, mana shu yerga yaxshi hosil novda bo'ladi. 2023-yil mana shu tanamiz sovuq olgan. E'tibor qilgan bo'lsangiz, mana ular qurib qolgan, o'zak po'stoqdan yashayapti, ozgina slabiy kuch bilan. Biz nima qildik? Tagidan novda, har yili tagidan novda beradi bular. Tagidan yangi novdani qoldirdikda, endi bu mana hosilga kirdi, buni olib tashlaymiz. Agar buni o'rniga yangi ko'chat ekaman desak, 4 yil, 5 yildan keyin hosil olishimiz kerak. Ham uni ustiga juda qiyin bo'ladi. Buni tagida tomir kuchli, uzumni tomiri 100 yil, 200 yilgacha ham yashaydi. Qarib qolmaydi. Mana buni almashtirib turiladi har 10-15 yilda. Lekin uzum tomiri qarimaydi. Olim aka, mana olma yoki boshqa daraxtlarga noyabr, fevral yoki mana shu qish kunlarida ham mis kuporos yoki boshqa bir dorilar sepiladi. Uzumga ham bir sepiladigan dorilar bormi? Albatta. Hozirgi davrda juda ham kasalliklar ko'paygan vaqti. ISO dorisini kuchli dozada sepamiz. Hasharotlar, boyagi shirinchalar, boyagi sporali, zamburug'li sporalarni ham quritadi. Kuchli dozada sepamiz. Kurtak ochgandan keyin dozasini kamaytirib sepamiz. Uni dozalari bor. Agar kim sepmoqchi bo'lsa, so'rasalar, murojaat qilsangiz, aytaman qanchaligini. Mana shunday havolarda bemalol sepsa bo'ladi. Necha marta sepish kerak? Bir marta yaxshilab sepilsa bo'ldi. Bir marta yaxshilab sepish kerak faqat. Mana shu tanalari ho'l bo'lib qolsa, pastga ham ozuqa berishimiz kerak. Azot, fosfor o'zi normativlari bor, 1 yillik normativlari. Fosforli o'g'itlar, azotli va kaliyli o'g'itlardan solishimiz kerak. Mana biz hozir haydaganmiz. Mana shu yerga tashlaymiz, barq qozon bilan qo'shib, qor yomg'ir bilan qo'shib yer ostiga singiydi. Aynan uzumchilikda erkak novda, urg'ochi novda deyiladi-da. O'zi aslida bunday olib qaraganda erkak yoki urg'ochi novda bo'lmaydi. Hammasi bir xil novda. Faqat bu amalga olib ketishda ko'proq oziqa olgan, o'sib ketgan. Mana bular kamroq oziqa olgan, normalniy, hosildor. Erkak novda hosil bermaydi, hosil beradi. Berganda ham juda zo'r beradi. Faqat mana shu zonadan bermaydi-da bu. Uzoqroqdan beradi. Mana shu yoqdan rosa beradi hosil. Hosil berganda ham katta. Agar bunga hojat bo'lsa qoldirish kerak. Hojat bo'lsagina qoldirish kerak. Agar hojat bo'lmasa, olib tashlagan ma'qul mana shu yerdan. Bizga hozir bu yerda hojatga mana shunga joyimiz yetarli. O'shaning uchun mana shuni uzunroq qilib qoldiramiz. Ana shunda hosilni olamiz mana shundan. Agar erkak novdani kaltaqib kesib qo'ysak, boya aytganday hosil umuman bermaydi. Bersa ham juda ham mayda kichkina hosil bo'lib qoladi. Uzun bo'g'inli joyda hosil berish koeffitsiyenti kamroq. Kaltaroq joydan koeffitsiyent ko'proq bo'ladi. Bu yerga e'tibor beringizlar. Mana shu novdachalar bachki shoxlarda bular. Bu bachkilar hosil bermaydi. Qoldirmay olib tashlash kerak. Ayrimlar o'sha bachkilarni ham qoldirganini ko'rganmiz. U keyin umuman bijirlab ketadi-da. Bironta qoldirmasdan olib tashlashimiz kerak. Mana. Bizga mana shu bachkining tagidagi nishlar yaxshi hosil beradi. Quyoshga to'ygan, pishgan, baquvvat novdalar. Hosil tindiqlar ular. Mana bironta bachkini qoldirmasligimiz kerak. Agar mana buni qoldiradigan bo'lsak, mana bu nishni qo'zg'amasdan, mana yoqdagi nishni qo'zg'averadi birdaniga, uchidagini. Bu uchidagi amal olib ketsa, bu yoqdagi keyin kuchsizlanib, hosili ham nimkolab qoladi. O'shaning uchun olib tashlaganimizdan keyin mana shunga ketadigan kuch hammasi mana shu bitta nishga beradi. Mana hozir bir tup uzumni to'liq kesib ko'rsataman. E'tibor berib turingizlar. Bismillahirrohmanirrohim.
I move like a phantom, silence in my step, dark in my veins, secrets that I kept. City never sleep, but it bow when I rise. Shadow in the night with the fire in my eyes. Enemies whisper, but they never see me near. Fear in their chest when my name hit the ear. Streets got rules written cold. Mana marhamat do'stlar. Bitta kuzatib baho berasizlar. Ma'qul kelgan bo'lsa bitta tirs yurakchan urib qo'yib, podpiska qilib qo'yingizlar. Xo'pmi? Kuzatingizlar. Struggle alone, black smoke rising when I'm stepping through the fire. Cold heart pumping with a gangster desire. No crown needed, my respect is the throne. Shadow in the dark, but the power fully shown. Endi bularni mana shunday tortib chiroyli qilib joy-joyiga boylaymiz, taraymiz, tapinyor bilanmi, chiroyli qilib boylasak hammasi yaxshi bo'ladi. Agar kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, bir xatoliklar bo'lgan bo'lsa, uzr, kommentariyaga yozib qo'yasizlar-da. Keyin gaplashaveramiz yana. Xatomizni to'g'rilashga harakat qilamiz. Podpiska bo'lib, like bosib, tanish-bilishlarga tarqatib qo'yingizlar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Bizga qancha motivatsiya berib, kommentariyada yozingizlar o'z fikrlaringizni, fikrlashaylik, gaplashamiz yana. Xohlovchilar kelsa bemalol bog'imizni kelib ko'rib, o'z ko'zi bilan tomosha qilib, jarayonni kuzatishlari mumkin. Bundan ham tashqari yana ham qiziqarli videolar chiqishi uchun like bosib qo'yishni ayamangizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Assalomu alaykum.